Dünya xarakterlik hazır koronavirusni davolaydigan usul tepishga barliq olimlar bu kasb bilan shug'ullanayotganlar jiddiy harakatga o'tdi. Har qaysi davlatlar o'ziniki bu to'g'risida izlanayotganligini, dori yoki vaksina ishlab chiqarish to'g'risida hammalar xabarda ko'rib turibmiz. İnşallah en qisqa vaqt ichida buning to'g'risini yasalab chiqarishni umid qilamiz. Endi hozirgi ahvolda hammalar yasab chiqyapmiz yoki yasayapmiz, vaqt ichida e'lon qilamiz deydi. Lekin dori yasab chiqish, vaksina yasab chiqish intayin uzun vaqt talab qilgan bir jarayon bo'lganligi uchun hammalarning yanada o'zimizdan tadbirni elishga to'g'ri keldi. Undaqda men sizlar bilan bir o'rtoqlashgan resep bor, Uyg'ur tibbiyotga oid bir resep. Bunu men Germaniyada yashayotgan doktor Feridun Abdusametniki ruxsat orqali sizlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim, chunki akamiz hammalar foydalanib qolsin degan umidda bana öğretibdi. Bu intayin oddiy yaslash usuli oddiy, lekin har qanday bakteriya, viruslarga qarshi turish kuchi intayin yuqori bo'lgan bir resep. Bundaqda buni qanday tayyorlab qilamiz va qanday ishimiz bunu sizlarga deb o'tmoqchi. Birinchi tayyor qilgan materiallar 60 dilim samsaq, yarım kilo yeşil piyaz, 100 gram zencefilni 1,5 litr suvda qaynatamiz, intayin asta o'tda. Taki 1,5 litr suv 1 litr qolgan qadar qaynatgandan keyin suvni süzüp elib so'yitimiz. So'yitgandan keyin 250 gram qara shakarni qo'shamiz. Qara shakarni qo'shgandan keyin tekrar asta o'tda qaynatamiz. Qaynatib bo'lgandan keyin tekrar sovutishga qo'yamiz. Soğut bo'lgandan keyin yani 20 tilim samsaqni izib, suyini chiqarib, samsaqning suyini bu suvga qo'shamiz. Qo'shgandan keyin buni so'vutgandan keyin to'nglatqida saqlab, atyan va akşam 2 qatim to'q qo'saqqa tamoq qo'shqida ichib olsak, virus yoki bakteriyaga qarshi turish unumi intayin yuqori bo'lar ekan. Belkim bu resep ba'zilarniki dərdiga dərman bo'lib qilishi mumkin. Hammalarniki bu usulni qo'llanishni uyda sinab beqishni tavsiya qilamiz. Allah hammalarni bu kasaldan saqlasin. Aziz dinlar salomat olsun. Rahmat.